Iyul, avgust oylarida Umra safariga borishni rejalashtiryapmiz. Hozirdan joy bron qilib qo'ysak, narxlar arzon bo'ladimi deganlar. Assalomu alaykum. Rasmiy litsenziyaga ega Hikmat Travel'ga Abdug'affor akam oldilariga kelganmiz. Aynan mana shu savolga javob olamiz. Abdug'affor aka, yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli podpисчиlar. Xo'p, Abdug'affor aka, bizda xudo xolasa iyul avgust oylariga ham o'zlarining joylarini bron qilishsa bo'ladi, aka. Bemalol bron qilishsa bo'laveradi. Iyul, avgust oylariga ham bemalol joylarni bron qilishsa bo'laveradi. Videomiz oxirigacha ko'rsalaring, narxlari bo'yicha ma'lumotga ega bo'lasizlar. Abdug'affor aka, hozir ziyoratchilarga tayyorlangan narxlar, sharoitlar bo'yicha ma'lumot bersiz, aka. Xo'p bo'ladi. Hozir gastinisadan boshlaylik. Birinchi Madina Munavvarada Divan Al-Hijra gastinisamiz nomi 200-300 metr uzoqligi. Makka Mukarramada Sama Al-Misk uzoqligi 800 metr gastinisamiz. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari va Madina Munavvarada ziyoratlar, Makka Mukarramada ziyoratlar va Qizil dengiz sayohati bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. 50 bosh masalalari qanaqa bo'ladi? 50 bosh masalasi o'sha aeroportdan xudo xolasa 50 boshimiz billa borib, billa kelishadi. Bundan tashqari aeroportda firma tomonidan beriladi, bejik beriladi, kamzil beriladi va so'mka beriladi. Bundan tashqari o'sha vizalarni xudo xolasa qo'llariga chiqarib beramiz inshaalloh. Yana qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Xo'p, endi aka, hammani kutib turgan narxlar masalasiga to'xtalaylik, aka. Xo'p bo'ladi. Narxlarimiz Toshkent-Jidda primoy reysimiz mana oyda 24-iyundan 24-iyun, 25, 26, 27, 28, 29, 30 deyarli har kuni bor 30-gacha. Bu narxini $995 qilib beramiz. Iyunning oyinikini. Farg'ona Vodiydan uchmoqchi bo'lganlar uchun Farg'ona-Jidda bu ham primoy reys. Farg'ona-Jiddani $1035 qilib beramiz. Xudo xolasa. Keyingi oylarga rejalashtirayotganlar uchun iyul yoki avgust oyida ketmoqchi bo'lganlar uchun bu Toshkent-Jidda, Farg'ona-Jidda primoy reyslarimizni $1035 dan qilib beramiz, xudo xolasa. $1035 dan xudo xolasa joylaring bron qilsalaring bo'ladi. Aka, ofislar bo'yicha undan keyin onlayn joy bron qilish tartibini ham bir tushuntirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatida bor. Andijonda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor. Xohlaganlar ofisimizga borib, joyini bron qilib, rasmiy kassamizga borib to'lovlarni qilib, kvitansiyalarni olib ketishsa bo'laveradi. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi demoqchi bo'lganlar uchun shu nomerda WhatsApp, Telegramlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib, o'z joylarini bron qilishlari mumkin. Nafaqat O'zbekiston, qo'shni davlatlardan ham, Tojikistondan ham aloqaga chiqib, o'zlarining joylarini bron qilsalaring bo'ladi. O'zbekiston 12 ta viloyatdan bog'lansalaring bo'ladi. Odam soni ko'paygan sari narxlardan ham chegirma qilib beriladi. Videomizga like bosib, kommentariyaga yaxshiliklar yozib qoldirib, Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videoni yuborib qo'yinglar, hamda bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.